Xo'p, hujayraning tinchlik potensiali. Hujayraning tinchlik potensiali bu hujayrani qo'zg'almasdan oldingi potensialini, qutbiyligini saqlagan holati hisoblanadi. Ya'ni hujayra ichi manfiy, hujayra tashqarisi esa musbat zaryadlangan hisoblanadi, aynan tinch holatda. Va buni hujayraning ichida manfiylikni ta'minlab beradi kaliy ionlari hamda proteinlar, fosfatlar ta'minlab beruvchi faktorlar hisoblanadi. Hamda hujayra tashqarisida ko'p miqdorda natriy bilan kalsiy, ya'ni musbat zaryadlar hujayrani tinchlik, qutblangan holatini saqlab beradi. Xo'p, hujayraning tinchlik potensialini osillograf asbobi bilan o'lchash mumkin. Bunda mikroelektrodlarni hujayra tashqarisiga hamda hujayraning ichiga qo'yiladi. Hujayraning ichi va tashqarisidagi o'zaro potensiallarning farqi -70 millivoltni tashkil qiladi aynan nerv to'qimasida. Ya'ni hujayraning tashqarisi musbat zaryadlangan qo'zg'almasdan oldin. Xo'sh, buni ta'minlovchi faktorlardan biri yana natriy kaliy nasosi hisoblanadi. Natriy kaliy nasosi hujayraning ichida kaliy ko'p bo'lishiga qaramasdan yana aktiv transport bilan birlamchi aktiv transport vositasida elektron gradientga teskari ravishda aynan ATF ni parchalab hujayraning ichiga kaliyni, ikkita kaliyni kirgizadi, 3 ta natriyni chiqaradi. Ya'ni hujayraning manfiyligini ta'minlaydi. Va qutblangan holatini, polyarligini saqlaydi normada. Undan tashqari membrana selektivlik, tanlab o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega. Ya'ni xo'p, manfiy zaryadli modda, ya'ni kaliy bemalol hujayrani ichkarisiga va tashqarisida darvozasiz kanallar vositasida almashinayveradi, ya'ni darvozasiz. Lekin natriy bunday o'tolmaydi, chunki voltaj darvozali kanallari faqat impuls kelgandagina ochiladi. Ya'ni qutubliligini o'zgartirmasdan saqlay bila oladi bunda. Aynan o'zini tinch, harakatlanmagan, qutblangan holatini, tinchlik potensialida. Xlor ham xuddi shunday, ya'ni xlorni darvozasi kanallari vositasida hujayraning ichiga bemalol o'tkaziladi. Ya'ni qutubliligini shu orqali saqlaydi hujayra. Qolaversa, diffuziyalanmaydigan ionlar, ya'ni membranani ichida, hujayraning ichida aynan fosfatlar hamda o'z navbatida proteinlar diffuziyalanmaydi, ya'ni tashqariga chiqarilmaydi. Shuni hisobiga ham membrana o'zini tinchlik potensialini saqlaydi. Ya'ni asosiy 3 tomil natriy kaliy nasosi, diffuziyalanmaydigan ionlar hamda membrananing tanlab o'tkazuvchanligi, ya'ni selektiv o'tkazuvchanligi hisobiga o'zini normada tinchlik potensialini qo'zg'almagan holatda saqlab turadi membrana.